arzon uy borligini bilarmidingiz? Yunusobod 3-kvartaldagi Shahriston metrogacha 8 metr. Bunaqa arzon uy aniq topa olmaysiz. Bu atrofda sotigini 55 ming, 60 ming dollar sotishyapti. 100 metrdagi shunday katta ko'cha, ro'parasida bitta masjid keladi. Bunaqa lokatsiyada bunaqa aniq topa olmaysiz. Yunusobodda o'tirayotgan tanishlaringizga tez jo'natib qo'ying. Lokatsiyani ko'ringlar. Shahriston metroga 8 metr, Universamgacha 1 astronovka. Bu yoqda 5-bolalar banksasi 2 astronovka. Eng zo'ri borku, ro'parasi masjidga qo'shnisiz. Endi sizlar bilan uy ichkarilarini ko'rib chiqamiz. 608 sotikga joylashgan. Ko'cha fasad uzunligi 18,5 metr, ichkariga 37 metr bo'ladi. 10 ta xonasi, 2 ta sanuzeli, 2 ta oshxonasi bor. Yozgi va qishki tashqarida. Uni ham ko'rishinglar juda chiroyli. Asosiy binoga kirar ekanmiz, kattagina hol kutib oladi. Chap qo'limizda oshxona. To'g'rida bitta va 2 ta zalimiz. Bu yoqdan 2-etajga chiqilar ekan, shu zinani tegiga sanuzel joylashtirilgan. Bu yoqdagi xonalarni ko'rishinglar mumkin. Qatorasiga joylashtirilgan. Bog'chaga, nimagadir bersangiz ham biznesga yaxshi variant bo'ladi. Yer to'g'ri burchi. Yan atrofdan bemalol qiziqishinglar mumkin. Yerlar narxi 55 ming, 60 ming dollar sotishyapti. Bizani uy egalariga pul zaril ekan. Bor yo'q 40 ming, 5 dollardan berib yurishyapti. Narx juda ham zo'r. Bunaqa narxda bu rayondan, bu joydan aniq uy yer topa olmaysiz. Men qiziqqanlar uchun pastda egalar raqamini qoldiraman. Tez baraka qiling. Oxirgi paytda shunaqa arzon uylarni juda ko'p qo'yamiz. Shuning uchun bizga tez obuna bo'lib qo'ying. Shunaqa arzon uylarni o'tkaza olmaysiz. Keyingi haftada yana shunaqa arzon uy va yerlarni ketma-ket qo'yishni davom etamiz. Bizga albatta obuna bo'lib qo'ying.